Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Omonmi sizlar? Sport bilan 100 kun nomli challenge'imizni bugun 28-kunidamiz. Bugun sizlarga bunday sport jarayonidan, tarnovka jarayonidan ulashmoqchimiz. Ko'rishingiz mumkin. Birodarlar, videoda ko'rgan bo'lsanglar, xato kamchiliklari bilan qo'yib ketdik. Ya'ni montajda ham juda olib tashlamadik, chunki ba'zilar faqatgina mukammallikni qo'yishadi, qolgan narsalar qo'yilmaydi. Ya'ni qiyinchiligi bo'ladi, boshqasi bo'ladi, uni qo'yib ketishmaydi. Abdukarim Mirzayev ustozimiz aytardiki, mukammallik insonni qo'rqitadi degan so'z bor. Shuning uchun xato kamchiliklarni ham qo'yib ketdik. Hozir bo'lasizlar. Birodarlar, video lavhamizni tomosha qilgandirsizlar. Bir hikoya ulashib ketay degandik shu joyda. Xolid ibn Valid roziyallohu anhu strategik masalalar, ya'ni jangda olib borish, rejalashtirish bo'yicha juda kuchli mutaxassis bo'lganlar. Jangda ham Vizantiya bilan, ya'ni Rum bilan bo'lgan muhorabada bir jangda musulmonlarning adadi 3000 ta bo'ladi. Xristianlarniki, ya'ni g'ayridinlarniki taxminan 200 mingdan oshiq degan. 250 ming o'qidim adashmayotgan bo'lsam. Islom ummatining 100 nafar buyuk shaxs kitobida keltiriladiki, ikki tomon urush boshlanadi. Musulmonlarning adadidan xristianlarning adadi, ya'ni g'ayridinlarniki taxminan 100 baravar ko'p. Deylik 70 baravar deylik. 70 baravar ko'p bo'lsa, 3000 ga 200 ming, 250 ming jangchi qarama-qarshi turibdi. Xolid ibn Valid roziyallohu anhu qo'mondon bo'ladi shu paytda. Jangni yurgizish masalasi Xolid ibn Valid roziyallohu anhuning ixtiyorlarida bo'ladi. Shu paytda Xolid ibn Valid roziyallohu anhu nima qiladilar? Askarlarni 4 qismga bo'ladilar, ya'ni 4 tomoni bo'ladi, 4 qanot bo'ladi. 10 tomonni chap qanotga oladi, chap qanotni 10 qanotga. Oldini ortga, ortda oldiga, ya'ni shuni qilib katta tezlik bilan almashtiradi hamda ikki tarafga otlarni doira shaklida aylanishini buyuradi. Otlar katta tezlikda aylangan paytda shovqin-suron hamda chang ko'tariladi. Chang ko'tarilganda g'ayridinlar bularga yangi qo'shinlar kelyapti deb sarosimaga tushadi. Undan keyin haligi 10 tomonni 10 qanotni chap qanotga, chap qanotni 10 qanotga, oldini ortga, ortda oldiga qolgan bir paytda
yangi askarlarni ko'radi ular. Qo'rqib boraveradi. Qo'rquv sarosimaga tushib, askarlar tarqalishni boshlaydi. Eng asosiysi o'sha jangda musulmonlar g'alaba qozonadi. 12 ta shahid bo'ladi insonimiz, ya'ni musulmonlardan 12 kishi shahid bo'ladi hamda o'sha kuni Xolid ibn Valid roziyallohu anhu ning qo'lida 9 ta qilich sinadi. Shu narsani ulashib bergandim. Hatto kamchiliklarga rozi bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.